Mana qo'yxonani qanday solish kerak? Mana shu qo'yxonani hammaga tavsiya qilaman aka-ukalar. Bu yog'i mana quyosh chiqib turadi. Quyoshga qarab solish kerak. Yozda ham, qishda ham quyosh tagiga tushib turadi-da. Quyoshdan to'g'risi qo'y vitamin D ni oladi. Quyosh albatta tushishi kerak. Mana yozga aka nima qilib qo'ygan? Salqin qilib turadi. Ichkariga tushib yormaydi. Baxt hoji akamning xo'ralaridan biz mana shunday qilib quyoshga qarab hozir juda ham ko'pchilik xo'ra solyapti. O'sha narsaga adashmanglar aka-ukalar. Quyosh chiqyapti, quyosh botyapti. Quyoshga qarab qilish kerak qo'yxonani. Ancha-muncha kasalliklar, ancha-munchaligi nimasi bo'ladi, parazitlardan ham xoli bo'ladi. Qo'y so'qatmaydi. Tevasidan yomg'ir o'tmasa, pastidan zak bo'lmasa qo'y so'qatmaydi. Bemalol baxsalaring bo'laveradi. Mana bitta qo'yxonani proyekt. Mana shuni doim bu videoni saqlab qo'ying va qo'y boqayotgan aka-ukalarga jo'natib qo'ying, quyoshga qarab solinsin. Ko'pchilik so'raydi-da mendan, proyekt qanaqa bo'ladi deb. Quyosh chiqyapti, botyapti. Quyosh tushib turishi kerak qo'yxonaga. Shunda qo'zilar jun yemaydi, qo'ylar haliga tulab, har xil parazitlarga to'lib ketmaydi. Shunday qo'yxona qilib qo'yish kerak.